Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Otabek akamizni firmasidan sotiladigan ikkita klasen bo'g'ozi. Yo'q, bunisi noma'lumroq. Bunisi 3,5 million. Bitta bo'g'oz, bitta qochma g'unajim bor ekan. Shuni qo'ldan kelgancha sizlarga narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Bugun 21-aprel haftaning seshanba kuni 2026-yil. Akalardan like bosib qo'yinglar. Dehqonmisiz? Dehqon. Dehqon xonadonidan so'raganlarga mana dehqon xonadoni. Dehqonchilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Yaxshimi. Xo'p. Endi dehqon to'y qilsa sotadi, uy qilsa sotadi, mashina olsa sotadi. Qurilish qilmoqchimisiz? Ha, shuda. Mayli shirin tashish uchun ekanda. Xo'p, yeb ichishlar zo'rmi, akam? Javob beramiz, 10 kunga javob beramiz. Zo'r. Buni sog'ib ichgansiz? Ha? Bu hozir 3,5 oy bo'g'oz. Birinchi kelganda 15 litr sut berardi. Endi bundan bag'i sekin pasayib boryapti. Qirg'iz poroda birkelari bor. Qozog'iston birkasi turibdi lekin. Qozog'istonniki ham, Qirg'izistonniki ham. Qirg'iziston orqali o'tib kelgan bo'lishi mumkin, lekin Qozog'istonni birkasi turibdi. Tishini ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Tishi 8 ta. O'zingiz qo'ygansizmi yo? O'zim qo'yganman. Sementga qo'yganman. Oxirida shunday yuvib qo'yasizlarmi yo yalab qo'ydimmi bo'ldi? Yalab ham qo'yadi. Yaltirab tashlayapti. Keltirib qilaman shekilli. Mahkam shunday. Yo'q, hali tashqariga ham chiqmagan bu. So'rg'ishlar butunmi? Butun hammasi. Hozir nechta sog'ib olyapman dedingiz? Hozir 8 ta 10 ta. Qadani ham ancha semiz ekan, zo'r ekan. 8 ta 10. Semental buqaga qo'ydim deyapsiz. Sementga qo'yilgan. Qani, shimta ko'rib qo'yishchi. Bismillah. Juda baquvvat ekan. Hop, qo'yavering. 8 ta tishi. Katta. Mashina katta. Endi chiqar 8-inchi. Yuvashmi? Qo'lda sog'asizmi? Qo'lda sog', yuvosh. Yuvosh. Buni tanlamaydi. Yo'q, tanlamaydi, yuvosh. Pulni nech pul endi? Otabek aka. Pulini Rahmatjon aytaman, qimmat bo'lsa, tushib ketaveraman. Men bozorda bilmayman. Men to'g'risi hozir sizga tushing desam tushaverasiz. Endi sizniki ham to'g'risi mana shunday umid qilib 1 so'm, 2 so'm bo'ladimi deb boqqansiz. To'g'risida obunachilar so'rab olaveradi. Ha? Men to'g'risi eshitganim, uni nech pul aytadi. Agar juda qimmat yo'q, men deganim siz bozorda yuribsiz-ku, bir meni bilasiz-da. To'g'rimi? Yo'q, bozorda yurganimizda endi molga mol taqqoslab bo'lmaydi o'zi. To'ppa-to'g'ri. Imminni shunaqa 3 oylik mana shu Qozog'istondan kelgan shunaqa sut beradigan molni ko'rganim yo'q bugun bozorda. To'g'risida hamma molning o'ziga yarasha xislati bor-da. Nech pul aytamiz? Aytavering-chi qani. Obunachilar yozib qo'yadi. 45 million kam bor. Ha, 45 million bo'lsa, tushasiz aka. 42 million kam bor. Ha, bo'pti. Qolganini savdo qilib oladi. Ammo yana tushing desam 39 ga tushib ketasizmi? 41 million kam bor. Ya bo'ldi, endi qolganini obunachilar so'rab oladi. 41 million. Molni badani yaxshi. Badani yaxshi. Bo'yini bir qiziqishga o'lchagansiz, metr bor ekanmi? 35. O'lchab qo'ying. Erta tushirib yaxshi ko'rinaman deyish oson. Ertaga 1.35 ekan. Salkam 35. Ha, ertaga sizda ham qo'ni qo'shningiz bor. Rahmatjon aytmoqchi. Pasangida turish qiyin. Albatta. Bu hozir masalan sizni ham ko'nglingizni olish, muxlislar ko'nglini olish qiyin. Shuning uchun imkon darajasida insof sari aytaverasiz. Hop, yana bitta narsa Rahmatjon. Hop, biz yoshligimizdan kattalar aytib kelishgan, mol tepmasa ham orqasiga 5 ot tashlab olgan deydigan. O'zi bor edi. Yuvosh o'zi mana. Yuvosh. Lekin oyog'ini baylab olib sog'adi. Asli tepmaydi. Shunga moslashgan. Ana yuvosh o'zi. Arqonni bir marta aylantirib qo'yasiz ekanda. Ha, vali qattiq baylanmaydi.
tashlab qo'yiladi bo'ldi. Mana o'zi yuvosh. Kimdir endi mana shunaqa sog'ishib o'tgan shu molni Haligi- miyasida refleksi paydo bo'lib qolgan. Ehtimolga qarshi baylab qo'yiladi. Bu birinchi qorin. Buni 9-kuni qo'ydik. Mhm. Bo'g'oz deb bo'lmaydi buni. 9-aprel. 9 bugun Amir Temur to'landi. 12 kun bo'ladimi? Ha, o'zingni olib kelsam, akasi buni 28 kun bir oydaga bo'lsa bo'ladi, hozir bilib bo'lmaydi dedi. Mama kindeklar zo'r o'ynadi. Buni tishini Buni hojim emas bu. 6 ta tish bu. tug'anmi bu? Tug'an. Ha. Tug'an ekan. Erta qaytgan. Erta qaytgan, ha. So'rg'ishlar butunmi? Butun hammasi. Sog'ib ichgansiz. Yo'q, men sog'ishmay og'imman. Olib kelgansiz. Tishi 6 ta. Tishi 6 ta. 6-sini ham yangi chiqardi. Bo'ybasi necha ekan? 140 oshiq. O'lchagansiz ekan-a? 140 oshiq, 45 atrofida chiqdi. German shved ekan. German shved. Beyda tug'ilmagan, ashata tug'ilgan. Ha, nechta sut beradi? Shuni bilmayman. Ha, biri 40 oshiq ekan, bemalol. 40 oshiq. Zo'r. Birkasini teshigi ham bordi, birkasi tushib qolgan. O'zi shved ishqibozlari ko'rsa biladi, Germanmi, Savayskimi, boshqasimi. Ya o'zi bilinib turibdi. Nech pul endi? Buni yaqinroq qilib aytaman. Aha. Bu 35 35. kam bor. Mana unajini puliga ekan. 35. Vazni ham 450 kilo. Teparoq 500 kilo ham chiqaradi. 500 kilo turadi. Ammo qochib qolgan bo'lsa, zo'r sigir bo'ladi. Qochib qolgan bo'lsa, odamni olmas. Bu o'zi asli tug'an molmi? Tug'an mol. Tug'an mol bo'lsa darrov Tug'an mol. qanday qiladi, qochadi. O'zi juda yuvosh. Bir xil odamlar buqaga kuyukka kelganini bilmaydi-da, yuraveradi. Bu maramas ekan. Men aytmas, kim olsa ham aytib qo'yaman, maramas ekan. Shunaqada. Terlar ekan. Terlar fashah yemay, aqabaqalik qilib qoladi. Shundan bilib qoldim, o'zim ham bir oy kutdim. Nimaga maramayapti bu deb. Zo'r. Telefonda aytingchi. Telefon 91 Mhm. 761 1777. Olib berishga imkoniyatingiz bormi? Vodiy bo'ylab olib beraveraman. Qolgan joylarda kutmasak ham To'raqo'rg'on Saroyda mashina muammo bo'lsa. Muammo emas. Shunday Saroy shopirlar gruppasi lotin harfida yozadi. Qashqadaryoga bitta mol desa, hech yo'q 600 ta shopir bor shu gruppada. Ha, undan ham ko'proq. Ko'pi shu telefon bilan. Ya qoyil deyman. Mana shu yerda Rahmatjon kim olsa ham mashinada o'zim olib borib, egasini ko'rib, o'zim tashab kelaman. Ishqibozlikqa. Asli buni sir qilaman deb oluvdim. Mana qurilishni ko'rib turibsiz. Qurib qo'yishim kerak. Iloji yo'q sotilyapti. Mayli, yaxshi kuningizga Yaxshi, sotasiz. ya. Pullar turgan, olasiz. Molxona zo'r qana ekansiz-ku. Baland, Ha, juda zo'r. Havo ham zo'r aylanar ekan. bag'imiz dala. Pena blokdan qana ekansiz? Ha, pena buloqdan qilaman. Yaxshi bo'lar ekan pena blok. Pena buloqni bitta tomonini aytib qo'yaman. YouTube'i. Yo'q. Kamchiligini, birinchi kamchiligini aytay. Yozda qilib yaxshilab quritib olish kerak ekan. Yozda Agar nam tiyib qolgan bo'lsa, qishda salafon o'raladi-yu mana. Salafon o'raymiz, qishda terilib qolar ekan. Ha, o blokni o'zi sillaydi. Namni chiqarish kerak bu. Terilib qolar ekan. Shu. Yaxshilab qurigan bo'lsa bo'laver ekan, mana turibdi-yu. Ammo yog'ochlaringiz juda zo'r. Anodaqangiz yo'q-ku, demaxotingiz. Men Rossiyada edim, ustalar mana shu yerga 3 ta demaxot qo'yib ketinglar desa, qo'ymay ketib, o'zim qo'yib olaman endi. Yo, shu demaxot yo'q bo'lsa ham yog'ochlaringiz juda quruq turibdi-da. Buni porchkalar qishda ham ochib turadimi? Yo'q, bunisi bilan bunisi ochiq turadi. Ha, ikki bakov. Ikki tomonda bakov. Bu dala tomon, bu o'zimiz tomon. Bu tarafini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana molning narxini eshitdik. Bu sotilmaydimi? Kelishib qolsa sotaveramiz buni. Kelish uchun ayting-da narxini. Nima bu? Bo'g'ozmi? Bu ham 1 kunda qochgan. Ana ikkalasi 3 oylik. Bu 7-yanvar kuni, bu ham 7-yanvar kuni qochgan. Bu ham toza sementga qo'yilgan. Bu birinchi qorin. Birinchi qorin buzov hali. Ha, tishi ham chiqmagan ekan. Ha, Biri buzov. 30, 2 33 chiqadi. Atrofida. Bir shunaqa, bir 30 Nech pul atrofida. bu? Buni 31 kam bor. Aylantirmaychi, ostini ko'rsatib qo'yish. Yellar o'zi ko'chishni boshladi. 4 ta ekan. To'rtta, bitta. Original ekan. Mana.
tushib berasiz. Hayran qilib beramiz. Maytdan suv ochasiz, ag'idan chiqib ketadimi? Ketadi, ariq bor. Hozir mana shu suv ochaversa, oxirida oq bormaydimi? Zahlatmi? Zahlat qushlarda. Endi tagi kafilga harakat qilyapmiz. Kafil qilib qo'yamiz. Mayt zo'r ekan-a? Aralashtirgan. Havol mana shu. Necha 1,5 bormi? 2 ga 1,40. Ha, 1,40. 1,40. Oxir 80 endi standart. ana Bu chekkan suyri qilib o'rtasini chuqurgan ekansan, suv yurish uchun. Zo'r. Veli degan joylar ekan. Qarang. Necha mana aytdi? 1,10 turib orasimi? Eng zo'r narsa ishlagan joy mana bu narsa. Mana shu mol qo'y haligi dugaga qiladiganlar mana shu narsani qilib ketish kerak ekanda. Molni bo'ynini yeb qo'ymaydi ekanda. Hop, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Otabek akamizga bog'lanasizlar. Dehqon savdo qilib olaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.